Bir kuni insonlar haddan tashqari chiroyli joyga topib olishdi, lekin u joy qanchalik chiroyli ko'rinmasin, xuddi ko'ringandek yaxshi joy emas edi. U joyga juda ham ko'p jinoyatchilar, qotillar va shunga o'xshagan yomon odamlarni jo'natishdi. Va undan keyingi bo'lgan hamma voqealarni men birinchi faslda tushuntirib berib o'tganman. Endi navbat ikkinchi faslga. Bu orolga borib qaytib kelmoqchi bo'lganlarning hammasi o'lib ketdi. Faqatgina bitta dona odam qaytib kela oldi. Bu ham Yamada Saymon Chikka. U qaytib kelgan bo'lsa ham, hatto qanday qilib qaytib kelganini o'zi ham bilmaydi. Chikka yana o'sha dahshatli orolga boradigan bo'ldi. Qo'shimcha eng kuchli Asaymon Shugen va yana qanchadir odamlar bilan. Tenzilla hozirgi paytda keyingi janglar uchun o'z kuchlarini yig'ishyapti. Sagirin va uning sheriklari hozirda bu orolda hech qanday eliksir yo'qligini eshitishgan va endi maqsad bu oroldan tezroq ketish bo'ladi. Lekin eng katta muammo bu emas. Eng katta muammo bizani Gabimaru o'zini xotirasini yo'qotgan. U hatto o'zini eng katta maqsadini ham yo'qotib qo'ydi. Spin the block, hit the gas, hit the gas. Shu va shunga o'xshagan animelarni sizlar Aniblues platformasida yaxshi sifatda tomosha qilsanglar bo'ladi. Shunchaki Play Market yoki App Store'dan anibla.uz deb qidirsangiz bo'ldi. Har bir yangi chiqayotgan animelarni o'tkazormanglar va maza qilib yaxshi ovozda tomosha qilinglar. Spin the block, hit the gas. Bu kichkina qizchanida bu yoqda hech kim g'alaba qozona olmadi. Hozirgina kichkina qiz deb birdan 17 yoshli qizdan 17 yoshli qizga aylanib qoldi. Hozirda Sagirina jamoasi sekingina yo'lga chiqib ketishmoqchi edi. Lekin darvozaning narigi tarafidan boshqa komanda ham qo'shilib qoldi. Daraxt biyotidagi odamlarni shuncha o'zgarishlar qilganini ko'rib, endi bu orolda haddan tashqari katta narsalar yuz berishini taxmin qildi. Sagirin kichkina qizi bir kunda bunchalik darajada katta bo'lib ketganini ko'rib, tomi ketib, sal qolsa Medzujiga yomon kommentlar yozib yuborib qoldi. Lekin bu yoqda muammo bor, ya'ni bu Tomani xiyonati. Yo, bu Doma emas, bu Toma. Gabimaru birdan uyg'onib ketdi, lekin bu yerga hech kimni tanigani yo'q. Lekin Gabimaru qancha urishmoqchi bo'lsa ham baribir hozir ahvoli haddan tashqari yomon. Uni ahvoli yomonligidan Sagirin foydalanib, uni qanaqa qilibdir davoladi. Keyin Sagirin unga kim uchundir harakat qilmayotganmiding deb unga o'tmishini ozginagina eslatib qo'ydi. Azatog'dan Kung Fu Pandaga havas qilib dumalab tushdi. Pastda bo'lsa sekingina mehmonlar Azaga qarab abed deb kutib turishgan edi. Lekin ularni o'zini Aza abed qilardi. O'zimizning komanda hozirda Tensilla kelib qolmasin deb alohida bitta g'orga bekinishdi. Gabimaruning xotirasi qaytibdi. Endi videoga like bosishga arziydi. Sizlardan ko'proq like kutaman. Yuzuriha Gabimaruga uni xotini soxta bo'lishi mumkinligi haqida hamma narsani tushuntirib berdi. Bor yo'g'i tasavvur qilib ko'ringlar. Siz bitta narsaga erishish uchun boringizni berdingiz va qo'lingizdan kelgancha harakat qildingiz. Lekin u yo'q bo'lib chiqdi. Xo'sh, qanaqa ahvolga tushgan bo'lardingiz? Shuning uchun ham animeni shunchaki ko'rish emas, balki tushunib ko'rish kerak. Xo'p, mayli, o'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Animega qaytamiz. Lekin Gabimaru hech qanaqasiga fikrini o'zgartirmadi, sababi u o'zini xotini borligiga 100% ishonchi komil va uni ismi Yuiligini ham bilib oldik.
Gabimaruning taosi bo'lsa anchagina yaxshilashyapti. Azi chil qilib o'tirgan edi, lekin uning oldidan Rezeni o'g'il bola varianti chiqib qoldi. Azi qo'lidan kelgancha Tensenga qarshi urushishga harakat qildi. Hatto bir ikkita transformatsiyasini ham ishlatdi, lekin foydasi yo'q. Azi endi o'zini chegarasida va oxiri hushidan ketdi. Hozirgi paytda pusht sochli qiz nimadirlarni gapirmoqchi bo'ldi, lekin qolganlar uni tushunmadi. Yaxshiyam ularning baxtiga Fuchi bor ekan. Gabimaru qolganlarni chaqirib, ular bilan birga mashq qilmoqchi bo'lganini aytdi va hatto kerak bo'lsa, kuchinglar yetsa meni o'ldirsanglar ham bo'ladi dedi. Tomani Gabimarudan qasdi bor edi, shuning uchun hech qanaqasiga o'ylanmay unga qarshi chiqa olardi. Tao bu shunchaki oddiy kuch emas. Tao bu hamma narsa va u bilan siz hatto insonlarni qaysi payt hujum qilayotganini sezishingiz ham mumkin. Gabimaru Taoni shunchalik darajada silliq va zo'r ishlatdiki, hatto ularni to'rttalasi ham unga qarshi chiqisha olmadi. Balki bu ketishda davom etsa, hatto Gabimaru Tensen darajasiga ham chiqa olishi mumkin. Bundan keyin Toma Tamiyani yoniga borib, menga jang qilishni o'rgata olasizmi, bratim, deb iltimos qildi. U keyin sochini kesib tashlab, haqiqiy erkakka o'xshash qolibdi va bundan buyog'iga u qo'lidan kelgancha harakat qilib kuchli bo'lmoqchi. Va Tamiya unga qaradi-da, "Pashol." Men ham hozirda xuddi oldingi odamlardek daraxtga aylanishga boshlagan edi. Sababi u o'zini taosini ko'p ishlatgan. Daraxt kalla bo'lsa, meni taoyimdan foydalanib o'zingni davola deb aytdi. Taxminan 150 yil oldin u ham oddiygina odam edi, lekin uni xotini va qizi allaqachon daraxtga aylanib bo'lgan. Aynan o'sha paytda u Meyga top bo'lib qolgan vaqt davomida uni himoya qilib keldi. Keyin Mey uni o'limi evaziga o'zini qaytadan tiklab oldi va yana yosh qizga aylanib qoldi. Bu odam bo'lsa qo'shimcha guruh yana orolga jo'natilayotgan edi. Ularga qo'shilib hatto ninjalar ham boryapti. Bizda yana ikkita Saymon bor, Isuzu va Kiyamura. Va ularning ikkalasida ham hech qanday unvon yo'q. Kiyamura o'zining mahoratini ko'rsatib qo'ymoqchi edi va ninjalarga zarba bermoqchi bo'ldi. Ularning orasidan bittasi maskani olib, "Biz sizlarga sadoqatlimiz va hozirda sizlar xo'jayinimiz bo'lib turibsizlar" deb aytdi. Kiyamura unda sadoqat uchun o'zini o'ldirgan edi. U ikkilanmasdan o'zini o'ldirib tashadi. Lekin shunda ham Shugen ularga ishonmasligini aytdi. Sababi jinoyatchilarni u o'lgidek yomon ko'radi. Ular orolga yetib kelishdi va boshlanishiga Shugen hech qanday qilishsiz o'zi qo'lda jang qilishni boshladi. Orolga boshqa odamlar kelganini o'zimizdan komanda bilib bo'ldi va Sagirin Shugen haqida hamma narsani aytib berdi. Bir paytlar Sagiriga unvon berilishi uchun ham u qo'ldan kelgancha harakat qilgan ekan. Lekin boshqa tomondan u hech qachon jinoyatchilarni va yomon insonlarni ayab o'tirmaydi. Lekin u yo'lda yoshligidan tarbiya bergan bir ustozini o'ligini ko'rdi. U Shugenni shu darajaga chiqishi uchun juda ham katta yordam bergan inson edi. U yarim jasadni shunchaki tashab keta olmasdi va mezbonlar ham mehmonlarni ko'rgani kelishdi. Xullas, karambosh yutqizib, o'zini maxluqlari hammasi o'lib ketdi. Shugen karambosh so'roq qilish Shinobularga qoldirdi. Baribir o'zimizni komanda hozirda oroldan keta olmaydi. Shuning uchun ular Tensenlarga qarshi turish uchun reja tuzishdi. Lekin Tensenlarda ham anchagina katta qurol bor edi. Keyingi qismlarda haddan tashqari katta urushlar bo'lishi aniq. Vaziyat juda ham murakkab va bu vaziyatdan qochib bo'lmaydi. Agarda iloji bo'lsa eliksir olish kerak va bu oroldan sekingina surib qolish kerak. Agar iloji bo'lmasa, u yog'ini o'zingizlar bilasizlar. Bu oroldan surib qolish albatta hammaga emas, sababi orolning chetida qanaqadir mavjudotlar bor. Albatta ular odamlarni yeb tashlashadi, tiriklayin yoki o'liklayin. Ular iloji boricha Tensenlarga bildirmasdan eliksir olib ketishga niyat qilishdi va eliksir taxminan Ren laboratoriyasida bo'lishi mumkin ekan.
Vaqt juda ham kamligi uchun Gabimaru va Yuzuriha qolganlarga o'zini texnikasini ko'rsatib berdi. Yuzuriha Taoda tinchlanish va sokinlik haqida gapirsa, Gabimaru bo'yinni sindirishni o'rgatdi. Uzoq vaqtli mashqlardan keyin ba'zilar o'lgidek charchab ketishdi. Hozirda hamma har xil joyga bo'linib o'tga boradigan bo'ldi. Sababi ular hammasi bitta ketsa, tensiyalarni ham hammasi kelsa bu katta muammo bo'ladi. Va Mei ularga tensiyalarning xususiyatlari haqida gapirib berdi. Bu ularga jang qilishda anchagina yordam bera oladi. Meining ichi bo'yicha u ham bu oroldan ketmoqchi ekan, faqat undan oldin Rien va professor ko'rmoqchi. Va bu professor esa u tensiyalar va bu orollar paydo bo'lganiga katta hissa qo'shgan inson. Ular aslida oldin yaxshi inson bo'lishgan ekan, lekin nimagadir yomon bo'lib ketishgan. Menga ham bu qiziq nimaga. Va undan keyin bo'lsa shunchaki oddiy insondek yashamoqchi. Hozirda Aza qolgan tensiyalar bilan donishmandlik marosimini o'tkazdi. Azani Taosi boshqacha bo'lgani uchun Rien uni saqlab qoldi va o'ldirmasdan undan ko'p narsani o'rganmoqchi. Yaxshi tomoni bo'lsa uni Taosi ancha yaxshilashyapti. Va bu vaqtda Rien Azani Taosini o'rganish uchun unda ozgina tajribalar qilish kerak. Nihoyat bizning reja kechasi amalga oshadigan bo'ldi va ular qachon tensiyalar kelarkan deb kutib o'tirmasdan ularni o'zi boradigan bo'lishdi. Va Mei yordam bilan ular qaysi joyda qaysi tensiyalar joylashganini aniq bilib olishdi. Va eliksir taxminan Rien laboratoriyasida bo'lishi kerak. Reja xullas shunaqa, shundoq kirishadi, eliksirni olishadi va bu oroldan surib qolishadi. Bo'ldi shu. Ular sekingina qo'riqchilarni tinchitib ichkariga kirishayotgan edi, lekin ichkarida bitta tensiya o'tirgan ekan. O'zimizning komandani kelishini ularni hammasi allaqachon bilgan ekan. Bunga bo'lsa albatta Aza aybdor. Ular hammani har xil joylarga ajratib tashashdi va mana endi haqiqatdan ham qiziq joylar bo'ladi. All my homies spin the block, hit the gas, hit the gas. Gabimaru shu darajada qiyin ahvolda ediki, hatto joyidan qimirlamasdi. Endi navbat qolganlarga. Endi vaziyat boshqacha bo'ldi. Aza Tomaga qarab, bizga qo'shil, endi biz ham boqiy bo'lamiz deb aytdi. U ozgina ikkilandi, keyin ular tomonga yura boshladi.
Kelinglar unda 1000 yil oldingi vaqtga qaytib ko'ramiz. U paytda 6 ta kichkina bolalar bor edi va Reyn nima desa, ular xuddi shu ishni qilardi. Va o'sha paytda hozirgi Meyyi ular o'zini opasidek ko'rardi. Lekin biroz vaqtdan keyin Reyn o'zgardi va ularga har xil turdagi mashqlarni doim qilib turishini aytdi. Yana qanchadir yillardan keyin Mey yo'q bo'lib qoldi va ularning mashqlari borgan sari boshqacha va qiyinlashib ketdi. Oradan 200 yil o'tib ketdi, lekin ular hali ham bir xil ishlarni qilishardi. Lekin qolgan tensellarga bo'lsa prosta va bundan keyin ular orolga odamlarni aldab chaqirib oladigan bo'lishdi va har safar odamlar kelganda ulardan o'ziga yetarlicha tavo olishadi. Va bu narsa 1000 yil davomida qayta davom etdi. Ba'zilar buni xohlamasdi, lekin yashashga boshqa iloji ham yo'q. Mana endi hozirgi paytga qaytib, endi janglar qanaqa davom etishini ko'ramiz. Bundan oldingi bo'lgan og'ir jangdan keyin ularning hammasi amallab tirik qolishdi. Endi qolganlar ham o'lib ketishmasa bo'ldi. Sagiri va Mey eliksir olgani kelishgan edi, lekin u joyda bitta Tensin o'tirardi va uni ichi bo'yicha u joyni himoya qilsa bo'ldi. Qolganlar bilan urushni xohlamas ekan. Lekin bu Tensin qolganlardan ko'ra ancha yaxshiroq ekan, sababi u odamlarga sirazi tashlamasdan ularga shunchaki gapirdi va ogohlantirdi. Sagiri ozgina harakat qilmoqchi bo'ldi, lekin uni yolg'iz o'zi yutolmasligini tushunib yetdi. Sagiri egilib kechirim so'radi va bizning maqsadimiz shunchaki bu oroldan tinchgina, sog'lomgina ketish, boshqa hech qanday yomon niyatlarimiz yo'q. Tensin ularni qo'yardi va mayli sizlar xohlasanglar ketsanglar bo'ladi, lekin men bu yo'ni qo'riqlayveraman dedi. Keyin ular so'raganda u Reynni qattaligini ko'rsatdi va ularni keyingi maqsadini aytdi. Reyn zaharli kapalaklarni tarqatib ko'proq tanga ega bo'lmoqchi. Tan bu qanaqadir ichki quvvat desak ham bo'ladi. Tensinlar uchun odamlar shunchaki quvvat olib keladigan buyum bo'lib saqlanadi xolos. Lekin tensinlar na sevgini, na nafratni his qiladi. Ular shunchaki hissiyotsiz maxluqlar desak ham bo'ladi. Boshqa insonlar tomonidan bo'lsa ahvol unchalik yaxshi emas. Lekin bu ancha og'riydiganga o'xshaydi. Bu narsani ko'rish ham azob. Qanaqa qilib montaj qilyapman bilmayman. Va keyin bizga Shionni o'tmishini ko'rsatishdi. Uni onasi oldin ko'zlarini kesib tashlagan va tilamchi bo'lishga majbur bo'lgan.
U ko'rsa ham unda anchagina yaxshi qobiliyati bor edi va bu haqida yuqori martabali Kengoyu eshitdi. Shion endi Yamada klaniga qo'shildi va o'ttigilar nega bolangizni ko'zi ko'r deb aytishganda, uni onasi yolg'on gapirib, u jangda shunaqa ahvolga tushib qolgan deb aytdi. U onasini juda yomon ko'rardi va o'zini har bir kunni bundan keyin faqat Yamada klanida o'tkazdi. U o'ziga yaqin bo'lgan hamma insonni qadrlardi va Tenzi uchun hozirda hatto o'lishga ham tayyor bo'ldi. Tenzi o'lishi uchun Shion u qilichi oxirgacha ushlab turishi kerak edi, lekin uni Nurugay to'xtatdi va sizning hayotingiz bundan muhimroq dedi. Nurugay unga agar siz hozir o'lsangiz, Tenzi 100% xafa bo'lgan bo'lardi. Undan ko'ra biz hozir tirik qolamiz va qolganlarni izlaymiz dedi. Shion bunga rozi bo'ldi va endi nihoyat ular bu joydan chiqib ketishadi. Gabimaruga qaytamiz. Gabimaru deyarli o'lim arafasida yotgan edi. Aynan o'sha paytda o'zini o'tmishi ozgina esiga tushib ketdi. Gabimaru bitta missiyasida edi, lekin hech kimni o'ldirmadi. Oldinlari Gabimaru hech kimni o'ylamasdan o'ldirardi. Bunga asosiy sabab aynan shu. Xuddi uni xotini Gabimaruni yaxshi insonga aylantirayotgandek. Lekin hali xursandchiligimiz umuman uzoqqa cho'zilmasdan oqsoqol unga odam o'ldirishni buyurdi. Gabimaru uchun bu anchagina og'ir tuyg'u bo'lgan edi, lekin uni xotini umuman bundan ranjimadi. Unga nima qilishingdan qat'iy nazar sen meni yaqinim bo'lib qolasan deb aytdi. Endi Gabimaruni bir rejasiga o'tdi desak ham bo'ladi. Bu jang Gabimaru uchun eng qiyinlardan bo'lgani aniq, lekin shunda ham yutqizmadi. Albatta Yuzurihani yordami bilan. Gabimaru bu yog'iga yolg'iz boradi, sababi Yuzurihani ahvoli hozir juda yomon. Sagiri va Mei yonidagi Tensen Rienga hisobot bergani ketdi va ularga xohlaganinglarni qilinglar deb aytdi. Va shu paytda Shugenni boshchiligida bu joyga bizib kirishdi. Gabimaru yugurib ketayotgan paytda birdan unga nimadir bo'ldi va o'zidan o'zi hushidan ketdi. Qolganlar bu paytda keyingi reja qanday bo'lishini rejalashtirishayotgan edi. Aslini olib qaraganda Rienga boshqa tensiyalarni o'lishini umuman qizig'i yo'q. Bu degani unda qanaqadir noma'lum reja bo'lishi kerak. Lekin ularda reja bor, ya'ni ular Rienni kemasini portlatib yubormoqchi. O'shanda hammasi joy-joyiga tushishi mumkin. Abiyoda Shion bo'lsa Nurugayni doim himoya qilishini aytdi. Hatto eliksir ola olmasdan bo'sh qo'l bilan qaytib kelishsa ham. Va yana Shionga agar hammasi yaxshi o'tsa birga sayohat qilishga taklif berdi. Lekin u joyga birdan bir to'da Shinobular keldi. Va faqatgina u joyga emas, balki hammani yoniga keldi. Gabimaru o'ziga kelib yana yo'lda davom etdi. Lekin bu yo'lda Shinobular boshlig'i Shijada qanaqadir boshqacha g'oya borligi aniq va hatto o'zini shaxsiy maqsadi ham bor. Shinobular to'g'ridan-to'g'ri Rienning yoniga kelishdi. Menimcha bu yo'lda urushmayotgan narsani o'zi yo'q bo'lsa kerak. Vaqtida Yuzuriha comeback qilib Sagiriga ancha yordam berdi. Lekin u joyga Isuzu ham kelib qoldi. Isuzu. Bundan keyin u Yuzurihani ko'rgandan keyin unaqaga hamma jinoyat ishlarini aytib chiqdi.
Nafaqat ular, balki hamma saymonlar jinoyatchilarni topishdi. Faqatgina Gabimarovni hech kim topmagan edi, lekin uni oldidan u bilan eng birinchi urushgan Tensen chiqib keldi. Jahannam jannat animesining ikkinchi fasli tugadi va hozirda boshqa hech qanday fasllar yo'q. Shunaqa yangi animelar chiqishi uchun videoga like bosing va kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib keting. Ha, aytgancha mana 100 mingta ham qilishimiz kerak. Shuning uchun podpiskani ham ayamaysiz degan umiddaman. Unda hammalarga xayr, sizlar bilan birga shu vaqt davomida Mitsushi bo'ldi.